Bugün 21-iyul 2026-yil. 12 kun oldin kelganingizda nima kasalliklar bezovta qilgan shularni hammasini eslaysizmi? Eslaysizmi? Yo so'rovnomangizni beraymi qo'lingizga? Yo'q, eslaman. Hammasini eslaysizmi? Mana qarab turaman mayliga. Birinchi vahima kasalligi bo'lgan ekan. Necha yil bezovta qilgan edi? 3 yil. 3 yil. Aha. Vahima bo'lganda nima bo'lardi? Kechgacha 24 soat bo'lsa, 24 soat ichida stressda yurardim. Birpas ham to'xtamas edi. O'lib qolasan degan xayol miyamga yo'silib qolgandi. Shu bilan har 15 kun, 20 kunda doktor nazoratida neyropatologda ko'rikka borardim. Dorilarni vaqtida ichib, kechqurun kelganda uyqu dorini ichmasam uxlamas edim. Uxlamasdan jonimga tegdi 3 yil ichida. 5 oydan beri internetda ko'rdim. Kuzatib ko'rdim. Keyin boraychi deb bega kelib, sizni haqiqatdan ham birinchi darsga keldimda, kelib odamning ongidagi yomon fikrlardan hamma kasallik shundan chiqarkan. Birinchi kuni shularni eslab hammasi menda bor. Bu ustoz meni xuddi hayotimni gapiribdilar deb sizga keyin nimam o'shib qoldim bu yerda. Nima vahima necha kunda nima bo'ldi? Shuni ayting. Vahima 2 kundan keyin pasayishni boshladi. 2 kunda pasaydi. Necha kunda umuman yo'qoldi? 7 kunda. 7 kunda umuman yo'qoldi. Mana 5 kundan beri soppa-sog' yuribsizmi? Sog'lomman. Soppa-sog'siz. Soppa-sog'man 100%. Ya'ni endi hozir bittaginasini vahimani aytdingiz. Vahimadan tashqari yana nima bor edi? Eslayapsizmi? Kechgacha bosh og'rig'i. Bosh og'riq постоянно nima edi? Постоянно bosh og'rig'i edi. Bosh og'riq nima bo'ldi? To'xtadimi? To'xtadi. Necha kunda to'xtadi? Bosh og'riq 3 kunda. 3 kunda boshingiz og'rimayotgan bo'lib qoldi. Molodets. Yana nima bor edi? Shu bosh og'riganda muvozanatni saqlamasdan bir kishini meni yetalab yurishardi. O'zim hech qayerga bora olmas edim. Muvozanatni saqlamaganimda oldimda yetalab yurishardi. Xo'p. Bu yerga kelganimdan keyin yaqinroq mehmonxonada qolmay uzoqroq qarindoshkiga bordim. Hanna metrolarda yursam o'zimga ishonchim oshadi deb o'zim borib keldim bir soatda birinchi kunda. Yana nima bor edi sizda? Sahr kasali. Sahrni diabet necha yildan beri edi? 3 yil. 3 yildan beri sizda sahrni diabet bor edi. Sahrni diabet nima bo'ldi mana shuncha kundan beri? Eslaganim yo'q. Kelganimdan beri hamma dorilarimni olganda, dori doktor nazoratida yozib qo'ygan hamma retseptni soatlab ichardim. Xo'sh. Soatiga qarab ichardim, ularni ham olib kelgandim. Hali so'mkamdan olib ko'rmadim. Xo'p. Esimga ham kelmadi dorilarim. Oldin o'sha mazam qochganda o'sha dorini tez ichib olardim. Ya'ni boshlanib ketib qoladi deb. Hozir hali eslaganim yo'q. Oshqozon osti bezi normalni ishlab ketdimi? Sizda sahr diabet bor ekanmi? Yo'q, novochoy ichmaganimga 3 yil bo'lgandi. Novochoy ichdim, shokoladlarni yedim, qandlarni surib, mazza qilib yuribman. Soppa-sog'misiz? Soppa-sog'dan eslaganim yo'q. Molodets. Значит, endi sizda sahrni diabet yo'qligini o'zingiz bildingiz. Yana nima bezovta qilardi? Oyoq og'rig'i. Oyoq og'rig'i qanchadan beri bezovta qilardi? Oyoq og'rig'i 7 yil. 7 yildan beri. Hozir nima bo'ldi oyoq og'rib betda? Oyoq og'rig'i zo'r. Mazza qilyapsizmi oyoq og'riganchi yo og'rimay qolgani uchunmi? Og'rimay qolgani uchun. Necha kunda og'rimay qoldi? Ham bir haftada qoldi. Oyoq og'rig'i bir haftada to'xtab qoldi. Og'rimay qoldi. Molodets. Hozir kichik fikrimni jamlolmadim. Oxirgi darslaringiz kundan kunga chuqurlashib ketganida 7 kunda hamma narsaga ishonib, halovatimni topib 100% ga tuzaldi. O'sha ishongan kuningiz hamma kasallik yo'qoldi desam bo'ladimi? Shunday bo'ldimi? Ana endi yana yozgansiz mana so'rovnomada qarang. O'zingiz o'qing so'rovnomada nima yozgan ekansiz? Bo'yin og'rig'i, tomoq og'rig'i. Xo'sh, bo'yin og'rig'i nima bo'ldi? Bu ham zo'r. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi 100% ga. Bo'yin bunday qilsangiz umuman og'rimayaptimi? U necha yildan beri og'ridi? 5 yil bo'ldi. 5 yildan beri. Hozir mashqlar bajarsangiz ham umuman og'rimayaptimi? Uyga ketasiz, qaytib kelyapsiz, og'rimayaptimi? Xo'p, mayli. Bo'yin og'rig'ini aytdik. Yana nima bor edi?
yurak qaltirab urib ketardi. O'shani tomog'imni yoniga xuddi yurak nima deydi, jon tomog'i yoniga kelib qolganga o'xshardi. Jon talpasa qilganda. Nima bo'ldi o'sha? Yotib olardim. Yo, yaxshi. Yo'qolib ketdimi? Yo'qolib ketdi. Necha kunda yo'qolib ketdi? 3 kunda. Молодец. Xo'sh, yurakdan tashqari yana nima bor edi? Esingizdan chiqdimi bittasi? Oxirgisi nima ekan, o'zingiz o'qing. Oxiri qorin og'rig'i. Qorningiz og'rib turarmidi? Qay paytda og'ridi? Ovqat yeganda, vahima kelganda qorin og'ridi. Buralab og'rimidi? Qanaqa bo'lib sanchib? Burab og'ridi. Xuddi g'alati, haligi nima deydi? O'zingiz sezmagan holatda birdanda og'riq kelib qolardi. Necha minut davom etardi? 10 minut, 15 minut. Vahima ketgungacha davom etadi birga. U ham 100% ga tuzaldi. U necha kunda yo'qolib ketdi? U ham 3 kunda. 3 kunda u ham yo'qolib ketdi. Mana necha kunda soppa-sog' bo'ldim dedingiz qisqasi? 7 kunda. 7 kunda, 5 kundan beri soppa-sog' yashayapsiz ekanda. Necha marta davolangandingiz? 3 yildan beri mana u. Har yili 3 martadan больницада yotardim. Har 20 kunda tabletkasini olib kelib doktor nazoratida ichardim. 3 yildan beri hali bir kunsiz ham dorisiz yashamaganman. Yo'q. Har kuni dori ukorlar bilan bir kunda 7 ta dori ichardim. O'zingiz nimadan kasal bo'lganingizni sabablarini tushunyapsizmi shu yerda? Oldin shekilli bildim. Ana endi bu hayotda qayta kasal bo'lmaysizmi, xudo xolasa? Ko'pchilik birinchi kelganda ikkilanib turadi. Rostdan sog'ayarmikanman, aldamayaptimikan deganda o'y xayol bo'lib turadi. Sizda ham bo'ldimi? Bo'ldi. Necha kun ishonolmay turdingiz? 2 kun. 2 kun ikkilanib turdingiz, ha? 3-kuni o'zi ko'proq ishondingiz. Onam bilan kelgan edim. Onamlar bilan keldim. 3-kuni ona siz ketavering. O'zim ishonchim oshdi desam, biz Namangandan kelganmiz. Toshkentda qanaqa o'zing yurasan deganlarida, yo'q, meni zo'rmanman. O'zim kurashib yura olayman deb onamni ketkizib o'rib, o'zim mana 11 kundan beri o'zim borib keldim.